Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlarga Matiz mashinasini hadovoyini tekshirish va hadovoyini yumshoq variantda qanaqa qilib qilsa bo'ladi, shu haqda ma'lumot beramiz. Siz undan oldin shu videoga like bosib, albatta profilimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi sizga kerakli ma'lumotlarni shu profildan topishingiz mumkin. Hozir biz Matiz mashinasini hadovoyga mana ko'tarib qo'yganmiz. Buni hadovoyini tekshirish jarayonida, ya'ni birinchi o'rinda sharoylar bosilib ko'riladi. Va albatta unda turadigan rezinkalarni ham tekshiriladi. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Rezinkalar zazor ochib, ancha ezilib ketgan. Bu rezinkalar ezilganligini hisobiga hadovoy juda ham qattiq bo'ladi va katta tezliklarda mashinada har xil ellips paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun albatta bularda tekshiriladi. Bu bizning birinchi darsimiz albatta. Keyingi darslarimizda buni qanaqa qilib hadovoy qilish kerak, Matiz mashinasini qanaqa qilib yana ham yumshoqlashtirsa bo'ladi. Shu haqda ham ma'lumot beramiz. O'shaning uchun bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta profilga obuna bo'lib qo'ying. Ikkinchi bo'lib tekshiradigan narsamiz bu ruloviy vtulkasi. Hamma avtomobillarda, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarda o'ng tomonda ruloviy vtulkasi bo'ladi. Ya'ni temirdan yo plastmassadan ishlangan bo'ladi. O'sha vtulka urib tirqlagan ovoz beradi. Buni oldin tekshirib ko'riladi. Vtulkasida luft bor. Mana o'zlaring ham ko'rdinglar. Ana shu luftni qanaqa qilib yo'qotish haqida keyingi darsliklarda ham ma'lumot beramiz. Xo'p, bu vtulkani qilinadi. Birinchi xatoliklar rezinkalarda bo'ldi, ikkinchi xatolik rulovoyda bo'ldi va uchinchi xatoliklarni qidirib ko'riladi. Videoni ko'rib turing. Arqa shtanga vtulkalar. Arqa shtanga vtulkalarda ko'rishlar mumkin. Hali yaxshi holatda turibdi. Buni almashtirish zaruriyat bo'lsa, almashtirish kerak, bo'lmasa ham shart emas. Agar bu rezinkalar uzilgan bo'lsa, albatta qo'yilsa, mashinani arqasini yumshoqlashtiradi va sizda bo'ladigan har xil noxush holatlar umuman bo'lmaydi. Albatta shunga ham e'tibor beringlar. Keyingisi o'zida Xitoy amortizator qo'yilgan. Xitoy amortizator ko'p holatlarda diriqlab urib qoladi, mashinani joskelashtiradi. Tembolli hozirgi sovuq havolarda bu amortizatorlar ertalab mashinada yurib turganingizda duruq ovoz chiqarishi mumkin. Shuning uchun albatta buni usilining amortizatorlardan qo'yilsa, mashinani arqasi yana ham yumshoqlashtirib, sizda bo'ladigan har xil noxush ovozlar, defektlar umuman bo'lmaydi. Yana bir narsaga ahamiyat berish kerak. Masalan, sharoy ketgani bilan, nakanishni ketgani bilan ko'p narsa faqat yechilganda ko'rilishi mumkin. Shuning uchun hadovoyda oldin yechib turib, aniq diagnoz bilan tekshirgan ham ma'qulroq. Masalan, Matiz mashinasida nakanishni ketib qolgan bo'lsa, uni yechmasdan turib bilish ham qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun buni avvalambor yechib tekshiriladi. Qolgan qismlarida masalan pachinilar tekshiriladi. Pachinilar qanaqa tekshiriladi? Balonda aylantirib ko'riladi va purjinaga qo'llarini qo'yganlaringda purjinada vibratsiya bo'ladi. Juda kuchli vibratsiya beradigan bo'lsa, shunda pachinilar ketgan bo'ladi. Shunaqa qilib Matiz mashinasiga qanaqa diagnoz qo'yish kerakligini va nimalar ketganligini tushuntirib o'tyapman. Keyingi darsimizda bu haqda yana ham to'liqroq hadovoyni yechgan holatida qanaqa qilish kerak, qanaqa tekshirish kerakligi haqida ma'lumot beraman. Albatta bizni kuzating va shu videoga bitta like bosib qo'ysangiz, shu videomiz juda ko'pchilikka manfaatliroq bo'ladi.